Yangi yil aksiyalari davom etmoqda. Hurmatli mijozlar, siz uchun go'sht do'konimizda ajoyib chegirmalar. Mol go'shtimiz avvalgi narxi 120 ming so'm, endilikda siz uchun atigi 110 ming so'm. Qo'y go'shtimiz avvalgi narxi 140 ming so'm, endilikda siz uchun 120 ming so'm. Mol va tovuq kuskavoy go'shtlari avvalgi narxi 170 ming so'm, hozirda siz uchun 150 ming so'm. Qarshimizning avvalgi narxi 105 ming so'm, hozirda siz uchun 90 ming so'm. Yangi sifatli va halol mahsulotlarimiz barchasi siz uchun. Aksiya muddati cheklangan, shoshiling. Manzilimiz sizga juda qulay joylashgan yo'lning ustida. Karmana Pajarka ro'parasidagi go'sht do'konida barchangizni kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.